Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, biznesingizning moliyaviy barqarorligida muammolar bor. Qarang, pul topyapsiz, savdo qilyapsiz, pul kelyapti, lekin nimagadir oyning oxirida ular qayerga ketganini bilmaysiz. Ushbu video 4 ta qadam orqali sizga buni yechimini beradi. Biza birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu pullarning kirim va chiqimini rejalashtirish. Rejalashtirish juda ko'pchilikka yoqmaydi, lekin bilinglar, pulni boshqarishning eng zo'r yo'li faqatgina uni rejalashtirish bilan bo'ladi. Biz pullarni rejalashtirishimizda har oyda yoki haftada yozib chiqishimiz kerak. Qanaqa kirimlarimiz bor va qanaqa chiqimlarimiz bor. Deylik, kirim bizga qayerdan bo'ladi? Savdodan, eski qarzlardan, investitsiya orqali yoki bo'lmasam boshqa kirimlar orqali pul keladi. Endi chiqimlarni yozsak, chiqimlarda deylik ijaraga to'laymiz, marketingga to'laymiz, ishchilarga maosh beramiz, kommunal to'laymiz. Barcha bizdan ketadigan xarajatlarni ro'yxatini yozib chiqamiz. Shu yerda bir muhim tamoyil borki, pul hisobini oyda bir marta emas, hafta bir marta qilish biznesingizni moliyaviy ko'rlikdan saqlaydi. Ikkinchi qadam favqulodda fond yaratish. Ko'pchilik bu fond yaratishni, zaxira fond qilishni umuman yomon ko'radi. Nimagaki, yoshligidan o'zi umuman pul jamg'armaydi. Ya'ni o'zi shaxsiy ham pul jamg'arishni yomon ko'radi va tabiiyki biznesida ham u hech qachon pulni zaxira qilmaydi. Lekin bu eng katta xato. Kutilmagan xarajatlar bu biznesdagi eng ko'p va xunuk holatlarni olib keladi. Masalan, shaxsiy hayotingizda ham qarasangiz, siz kasal bo'lmayman yoki bo'lmasam birorta bir kutilmagan holat bo'lmaydi deb garantiya bera olmaysiz. Biznesda ham xuddi shunday. Shuning uchun tavsiya qilamizki, bu ikkinchi qadamni albatta qilishimiz kerak. Oylik daromadning 5% dan 10% gacha zaxira qilishimiz kerak bo'ladi. Keling bir misolda ko'rib chiqamiz. Deylik, siz oyiga 100 million so'm daromad topdingiz, ya'ni 100 million so'm sizga pul kirib keldi. O'sha puldan siz 5 million so'mini har oy yig'ib olasiz. Bu degani yil davomida siz 60 million pulni zaxira kapitalda yig'ib qo'ydingiz degani. Uchinchi qadamimiz mijozlarni to'lovlarini nazorat qilishimiz. Ya'ni har bitta mijozga qanchaga beramiz qarzni, qanchada olamiz, bizga qanchada pul keladi. Har bitta mijoz bilan ishlash prinsipini, ishlash standartini kelishib olamiz. Bu uchun 3 ta qadamni sizlarga tavsiya qilaman. Birinchisi, to'lov muddatini kuzating. Har bir mijoz uchun to'lov sanasini aniq qiling. Agar u to'lov muddatidan kechiktirayotgan bo'lsa yoki yaqinlashayotganida ham cho'zayotgan bo'lsa, unga albatta SMS xabar yoki qanaqadir telefon orqali xabar jo'nating. Ikkinchisi, avans tizimini joriy qilish. Oldindan 30% dan 50% gacha olish imkoniyatingiz bor har bitta mijozdan. Bu pulni oldindan rejalashtirish uchun va barqarorlikni oldindan ta'minlash uchun sizga juda ham zo'r yordam beradi. Uchinchisi, kechikkanlik uchun shart qo'ying. Ya'ni kelishishda boshida siz mijoz bilan kelishib oling. Agar u aytilgan muddatdan kechiktirsa nima bo'ladi? Hech qanaqa shtraf penalarsiz siz aytishingiz mumkinki, masalan, men agar kechiktirsang, senga o'sha tovar chiqazishini yoki tovar yetkazib berishni to'xtatib qo'yaman. Toki to'lamaguningcha yetkazib bermayman. Ya'ni xuddi shunday aniq sabab va shartlar bilan ishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Va 4-chi amaliy qadamimiz bu pul oqimini hisobotini ishlab chiqish. Ya'ni biz haftalik yoki oylik jami qancha kirim bo'ldi, umumiy qancha chiqim bo'ldi va oxirida sof daromad, sof pul tushumi qancha bo'ldi. Deylik, bir misolda ko'rsak, siz bu oy 85 million so'm pul topdingiz. Umumiy 62 million xarajat qildingiz, o'sha ijara, boshqa xarajatlarga xarajat qildingiz va favqulodda fond uchun, zaxira uchun 5%, ya'ni 4,250 ming so'm jamg'ardingiz, olib qo'ydingiz uni ham. Oxirida sof qoldiq bizga 18 million 750 ming so'm bo'ldi. Hisobot bu nazorat emas, aslida erkinlik hisoblanadi. Raqamlarni bilgan tadbirkor stressni emas, strategiyani boshqaradi. Sizga qaysi biri qulay? Stressmi yoki strategiyami? O'zingiz tanlang. Shu mavzu yuzasidan yana sizda qanaqa savollaringiz bor? Kommentariyada yozib ketsangiz, biz albatta bunga javob berishga harakat qilamiz. Va albatta shu va shunga o'xshash ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.